Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda jiddiy. Uy-joyingiz, hovlingiz, kvartirangiz yoki yer uchastkangiz hujjatlari joyidami, yo'qmi? Internetda uyingizda tortib olishadi. Shok qonun qabul qilindi. Darhol ko'ring degan gaplar ko'paydi. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, aksincha, kimlar haqiqatan xavf ostida bo'lishi mumkin, kimlar xotirjam bo'lsa bo'ladi. Qaysi holatda davlat yoki boshqa tashkilot sizning mulkingizga da'vo qilishi mumkinligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onangizning hovlisi bo'lishi mumkin. O'zingiz olgan ipoteka kvartira bo'lishi mumkin. Meros qolgan uy bo'lishi mumkin. Yoki kadastr to'liq rasmiylashtirilmagan yer bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday huquqiy ogohlantirishlar ko'pchilikni katta muammodan saqlab qoladi. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Qonuniy hujjatlari joyida bo'lgan, kadastrdan o'tgan. Mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan uy-joyni hech kim shunchaki kelib olib qo'ya olmaydi. Davlat xohlasa uyni tortib oladi degan gap noto'g'ri. Lekin ayrim holatlarda uy yoki yer bilan bog'liq jiddiy xavf paydo bo'ladi. Bu xavf odatda 3 ta sababdan kelib chiqadi. Birinchisi, uy yoki yer hujjatlari to'liq emas. Masalan, odam 20 yil oldin yer olgan, uy qurgan, lekin kadastr qilmagan. Yoki uy otasining nomida turibdi, meros rasmiylashtirilmagan. Yoki oldi sotdi, faqat tilxat bilan qilingan, notariusdan o'tmagan. Shunday holatlarda mulk egasi o'zini bu uy meniki deb biladi, lekin davlat reyestrida boshqa manzara turadi. Muammo ham mana shundan boshlanadi. Ikkinchisi, uy garovda. Qarz bor, sud qarori chiqqan yoki ijro hujjati yurituvga olingan. Masalan, ipoteka krediti to'lanmayapti, bank bir necha marta ogohlantirgan, keyin sudga bergan. Sud qaroridan keyin uy savdoga chiqarilishi mumkin. Bu qonun chiqdi. Uylarni tortib olishadi degani emas. Bu qarzdorlik va garov shartnomasi oqibati. Uchinchisi, yer davlat yoki jamoat ehtiyoji uchun olinishi mumkin bo'lgan hududga tushib qolgan. Masalan, yo'l kengaytiriladi, metro, maktab, shifoxona, ko'prik yoki boshqa loyiha quriladi. Bunday holatda ham mulk egasining huquqi bor. Kompensatsiya boshqa uy, bozor qiymatida baholash, yozma qaror va kelishuv talab qilinadi. Ya'ni kelib buzib tashlashadi degan. Yondashuv qonuniy tartibga zid. Oldin ko'pchilik uy hujjatiga jiddiy qaramasdi. Hamma biladi-ku, bu hovli bizniki, mahalla tasdiqlaydi. Qo'shnilar guvoh, otam qurgan. 30 yildan beri yashayapmiz deb yurishardi. Hozir esa raqamli reyestr, kadastr bazasi, davlat ro'yxati, sud va ijro tizimlari bir-biriga bog'lanib boryapti. Ya'ni endi og'zaki gap, tanish-bilish eski tilxat bilan masala hal bo'lmaydi. Hujjat bo'lmasa xavf bor. Hujjat noto'g'ri bo'lsa xavf bor. Qarz bo'lsa xavf bor. Yerning maqsad foydalanishi buzilgan bo'lsa xavf bor. Endi men sizga kimlar xavotir olish kerak, kimlar esa nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi xavfli toifa kadastri yo'q uylar. Masalan, bir oila 2005-yilda chekka hududda 6 sotix yerga uy qurgan. O'sha paytda hokimiyatdan qandaydir qaror olingan bo'lishi mumkin. Lekin uy qurib bitkazilgandan keyin kadastr qilinmagan. Oradan 12 yil o'tdi. Farzandlar ulg'aydi. Uyga qo'shimcha xonalar qo'shildi, darvoza kengaytirildi. Bir qismi do'konga aylantirildi. Endi davlat reyestrida nima turibdi? Balki yer bor, lekin bino yo'q. Balki yer boshqa shaxs nomida, balki umuman hujjat topilmayapti. Shunday paytda nizoli holat chiqsa, masalan, qo'shni chegara talashsa yoki hudud rekonstruksiyaga tushsa, oila o'z mulkini isbotlashda qiynaladi. Ikkinchi xavfli toifa faqat tilxat bilan uy olganlar. Men amaliyotda bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam 2012 yilda hovli sotib oladi. Sotuvchi notariusga borib nima qilamiz? Xarajat bo'ladi. Tilxat yozib beraman deydi. Xaridor $35,000 pul beradi, tilxat oladi, uyga kirib yashaydi. Oradan yillar o'tadi, sotuvchi vafot etadi. Uning merosxo'rlari chiqib keladi va uy otamiz nomida, sizda rasmiy shartnoma yo'q deydi. Xaridor esa men pul berganman deydi. Pul bergan bo'lishi mumkin. Lekin ko'chmas mulk oldi sottisi notarial tartibda va davlat ro'yxatidan o'tish kerak. Aks holda sudda uzoq tortishuv boshlanadi. Natija har doim ham xaridor foydasiga bo'lmaydi. Uchinchi xavfli toifa merosni rasmiylashtirmaganlar. Masalan, ota-onadan uy qolgan, 3 nafar farzand bor. Katta o'g'il uyda yashab qolgan, kichiklar boshqa viloyatda yoki chet elda. Mayli, aka yashayversin deb og'zaki kelishilgan. Lekin meros ochilgan kundan boshlab qonuniy muddatlar. Notariusga murojaat qilish, meros guvohnomasini olish, kadastrni o'zgartirish kabi ishlar bajarilmagan.
oradan 10 yil o'tadi. Katta o'g'il uyini sotmoqchi bo'ladi yoki ta'mirlash uchun kredit olmoqchi bo'ladi. Shu pay qolgan merosxo'rlar huquqi paydo bo'ladi. Ular biz ham ulushdormiz desa, nizo chiqadi. Ba'zan bitta merosxo'r yashirincha hujjat qilib olishga urinadi. Bu ham keyinchalik sudga olib keladi. 4-xavfli toifa. Ipoteka yoki garovdagi uy egalari. Masalan, oila bankdan 400 million so'm ipoteka olgan. Dastlabki 2 yil to'lab borgan, keyin daromad kamagan. To'lov 6 oy, 9 oy, 12 oy kechikkan. Bank avval SMS yuboradi, keyin yozma ogohlantiradi. Keyin sudga murojaat qiladi. Agar shartnomada uy garov sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, sud qaroridan keyin garov mulki realizatsiya qilinishi mumkin. Ko'pchilik shunda uyimni tortib olishmoqchi deydi. Aslida bu jarayon shartnomadan kelib chiqadi. Shu sababli ipoteka olgan odam har bir bandni tushunishi, kechikish bo'lsa, bank bilan muzokara qilishi, restrukturizatsiya so'rashi kerak. 5-xavfli toifa. Yer maqsadini o'zgartirib yuborganlar. Masalan, fuqaroga yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun yer berilgan, lekin u yerda katta ombor, sex yoki to'yxona qurib yuborilgan, yoki tomorqa yerda tijorat obyekti barpo etilgan. Agar hujjatlarda yerning maqsadi boshqa bo'lsa, qurilish boshqa bo'lsa, bu muammo tug'diradi. Jarima bo'lishi, obyektni qonuniylashtirish talab qilinishi, ayrim hollarda noqonuniy qurilmani buzish masalasi ko'tarilishi mumkin. 6-xavfli toifa. Qo'shimcha qurilish qilgan, lekin ruxsat olmaganlar. Hamma joyda uchraydi. Kvartiraning balkonini xonaga qo'shib olish, ko'p qavatli uyda yuk ko'taruvchi devorni buzish, hovlida qo'shimcha qavat ko'tarish, ko'chaga chiqib ketgan ayvon qurish, ariqqa yoki umumiy yo'lakka kirib qurilish qilish. O'zimning uyim-ku, xohlaganimni qilaman degan fikr noto'g'ri. Mulk sizniki bo'lishi mumkin, lekin shaharsozlik qoidalari, qo'shnilar xavfsizligi, kommunikatsiya tarmoqlari, yong'in xavfsizligi bor. Ayniqsa ko'p qavatli uylarda bitta odam devorni noto'g'ri buzsa, butun podest xavf ostida qoladi. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning uyingiz yoki kvartirangiz bo'yicha notarial oldi-sotdi shartnomasi bo'lsa, mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, kadastr hujjatlari to'liq bo'lsa, kommunal va soliq qarzlari nazoratda bo'lsa, uy garovda bo'lmasa yoki garov bo'lsa ham to'lovlar o'z vaqtida bo'lsa, qo'shimcha noqonuniy qurilish bo'lmasa, sizda vahmaga asos yo'q. Lekin vahma yo'q degan tekshirib qo'ymasam ham bo'ladi degani emas. Har bir mulkdor kamida yilga bir marta o'z hujjatlarini ko'zdan kechirishi kerak. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Ko'pchilik aynan mana shu noaniq nuqtalarda aldanadi yoki xato qiladi. Birinchi nozik masala propiska bor. Demak, uy meniki degan xato fikr. Ro'yxatda turish, ya'ni doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tganlik mulk huquqini bermaydi. Siz uyda ro'yxatda bo'lishingiz mumkin, lekin uy boshqa odam nomida bo'lishi mumkin. Masalan, kelin qaynota uyda ro'yxatda turadi. Bu avtomatik tarzda uyning ulushi unga tegadi degani emas. Yoki ijarachi uzoq vaqt bir uyda ro'yxatda turgan bo'lishi mumkin, bu ham mulkdorlikni anglatmaydi. Ikkinchi nozik masala. Kommunal to'lov men to'layman, demak uy meniki. Yo'q, elektr, gaz, suv to'lovlarini to'lash ham mulk huquqini isbotlovchi asosiy hujjat emas. Bu qo'shimcha dalil bo'lishi mumkin. Lekin kadastr va davlat ro'yxati o'rnini bosa olmaydi. Sudda kommunal cheklar yordam berishi mumkin. Lekin yakka o'zi yetarli bo'lmaydi. Uchinchi nozik masala er-xotin mulki. Nikoh davrida olingan uy ko'pincha er-xotinning umumiy mulki hisoblanadi, hatto hujjat faqat er yoki faqat xotin nomida bo'lsa ham. Masalan, kvartira nikohdan keyin sotib olingan, shartnomada faqat erning ismi yozilgan. Ajrim bo'lsa, xotin ulush talab qilishi mumkin. Lekin uy nikohdan oldin olingan bo'lsa, meros bo'lib kelgan bo'lsa yoki hadya qilingan bo'lsa, holat boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun oilaviy nizolarda hujjat kimning nomida degan savol muhim, lekin yagona mezon emas. 4-nozik masala hadya shartnomasi. Ba'zi ota-onalar uyini farzandiga hadya qilib yuboradi. Keyin kelishmovchilik chiqadi. Men shunchaki nomiga o'tkazgandim, aslida uy o'zimniki deyishadi. Lekin hadya rasmiylashtirilgan bo'lsa, mulk huquqi o'tgan bo'ladi. Keyin uni bekor qilish juda qiyin. Shuning uchun keksa ota-onalar uyini farzand nomiga o'tkazishdan oldin oqibatini yaxshilab o'ylash kerak. Agar maqsad merosni tartibga solish bo'lsa, vasiyatnoma, umrbod ta'minot shartnomasi yoki boshqa huquqiy mexanizmlarni mutaxassis bilan maslahatlashgan holda tanlash kerak. 5-nozik masala buzilishga tushgan uylar va kompensatsiya. Agar hudud davlat yoki jamoat ehtiyoji uchun olinadigan bo'lsa, mulkdor yozma qaror, baholash kelishuv va kompensatsiya talab qilishga haqli. Bu yerda eng katta xato shuki,
Odamlar og'zaki va'daga ishonib, uyini bo'shatib beradi. Keyin kvartira beramiz, keyin pul tushadi. Hujjatlar tayyor bo'lyapti deyishadi. Men doim aytaman, og'zaki va'da hujjat emas. Kompensatsiya turi, miqdori, muddati, yangi uy manzili, maydoni, ta'mir holati. Barcha shartlar yozma bo'lishi kerak. Agar siz eski uyingizdan 20 kvadrat metr joyni topshirayotgan bo'lsangiz, sizga taklif qilinayotgan uy yoki pul haqiqiy bozor qiymatiga mos keladimi? Albatta mustaqil baholovchi orqali tekshirtiring. 6 nozik masala qarzlar va ijro. Ko'chmas mulk faqat bank qarzi uchun emas, boshqa katta qarzlar bo'yicha ham xavfga tushishi mumkin. Masalan, tadbirkorlik qarzi, aliment bo'yicha katta qarzdorlik, sud qarori bilan undiriladigan zarar, soliq qarzi. Agar qarz bo'yicha sud qarori kuchga kirsa va ixtiyoriy to'lov bo'lmasa, davlat ijrochisi mol-mulkka taqiq qo'yishi, hisob raqamlarini bloklashi. Ayrim hollarda mulkni realizatsiya qilish choralarini ko'rishi mumkin. Lekin bu ham tartib bilan bo'ladi. Qaror, ijro ishi, ogohlantirish, baholash, savdo jarayoni. Agar sizga hech qanday hujjat ko'rsatmasdan kimdir uyingiz ketadi desa, darhol hujjat talab qiling. 7-nozik masala firibgarlar. Yangi qonun chiqdi, uyingizni saqlab qolish uchun 2 million so'm bering, kadastrni qilib beraman. Buzilishga tushgansiz, kompensatsiyani oshirib beraman. Suddagi ishni hal qilib beraman degan odamlar ko'payadi. Ular odatda vahimadan foydalanadi. Hech qachon notanish odamga hujjatning asl nusxasini bermang, plastik karta ma'lumotlarini bermang, oldindan katta pul o'tkazmang. Har qanday xizmat rasmiy idora, notarius, advokat yoki litsenziyali baholovchi orqali qilinishi kerak. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq ketma-ketlik beraman. Birinchi qadam, uy hujjatlaringizni bitta papkaga jamlang. Sizda quyidagilar bo'lishi kerak: mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, oldi-sotdi shartnomasi yoki hadya, meros guvohnomasi, kadastr, pasporti, davlat ro'yxatidan o'tganlik haqidagi ma'lumot. Yer ajratish qarori bo'lsa, uning nusxasi, qurilishga ruxsat hujjatlari, agar ipoteka bo'lsa, kredit va garov shartnomalari, soliq va kommunal to'lovlar bo'yicha so'nggi ma'lumotlar. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Tuman yoki shahar kadastr bo'limiga murojaat qiling yoki my.gov o'z kabi rasmiy elektron xizmatlar orqali mulk haqidagi ma'lumotlarni ko'ring. Eng muhim savollar: mulk kimning nomida, maydoni qancha ko'rsatilgan? Yer maydoni hujjatdagi bilan mosmi? Uy yoki bino reyestrda bormi? Taqiq, garov, xatlov yoki cheklov bormi? Agar siz yashayotgan uy 200 kvadrat metr bo'lsa, kadastrda 90 kvadrat metr deb tursa, demak qo'shimcha qurilish rasmiylashtirilmagan bo'lishi mumkin. 3-qadam, agar uy meros bo'lsa, notariusga boring. Keyin qilamiz demang. Meros masalasida vaqt o'tishi bilan muammo ko'payadi, merosxo'rlar ko'payadi. Kimdir vafot etadi, hujjatlar yo'qoladi, kelishuv qiyinlashadi. Notariusdan meros ishi ochilganmi? Kimlar merosxo'r? Qanday hujjatlar kerakligini so'rang. Odatda o'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, uy hujjatlari, kadastr ma'lumotlari talab qilinadi. 4-qadam, agar uy tilxat bilan olingan bo'lsa, darhol huquqiy chorani ko'ring. Sotuvchi tirik bo'lsa, notarius orqali rasmiy oldi-sotdi shartnomasini tuzing. Agar sotuvchi vafot etgan bo'lsa yoki topilmasa, advokat bilan maslahatlashib, sud orqali mulk huquqini tan olish yoki to'langan pulni isbotlash masalasini ko'rib chiqing. Bunday ishda tilxat, pul o'tkazmasi, guvohlar, kommunal to'lovlar, uyda yashaganlik dalillari, ta'mirlash xarajatlari bo'yicha cheklar yordam beradi. 5-qadam, qarzlaringizni tekshiring. Agar ipoteka yoki kredit bo'lsa, bankdan qarzdorlik jadvalini oling. Kechikish bo'lsa, yashirinmang. Bank bilan yozma ravishda gaplashing. Restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish, imtiyozli davr, jarimalarni qayta ko'rib chiqish bo'yicha ariza yozing. Arizani 2 nusxada bering. Bittasi bankda qolsin. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va muhr qo'ydiring yoki elektron tarzda yuborsangiz tasdiqni saqlang. Sudga yetib bormasdan kelishish har doim osonroq. 6-qadam, agar uyingiz buzilishga tushayotgani aytilsa, darhol 3 narsani talab qiling. Birinchisi, rasmiy qaror yoki asos hujjati. Ikkinchisi, mustaqil baholash natijasi. Uchinchisi, kompensatsiya bo'yicha yozma kelishuv. Sizga taklif qilinayotgan uyga borib ko'ring. Qavati, maydoni, ta'miri, kommunal tarmoqlari, maktab va ish joyiga masofasi, hujjatlari bormi? Hammasini tekshiring. Agar pul taklif qilinsa, bozor narxini solishtiring. Masalan, sizning hududingizda uylar 1 kvadrat metr $200 bo'lsa, sizga $400 hisoblab berishsa, bu savol tug'diradi.
Bahslashishdan qo'rqmang, lekin hammasini yozma qiling. 7-qadam, noqonuniy qurilish bo'lsa, uni yashirmang. Qonuniylashtirish imkoniyatini o'rganing. Tuman qurilish bo'limi. Kadastr, hokimlik yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qiling. Loyiha kerakmi? Ekspertiza kerakmi? Qo'shnilar roziligi kerakmi? Yong'in xavfsizligi xulosasi kerakmi? Bilib oling. Ayniqsa ko'p qavatli oyda davor buzgan bo'lsangiz, bu faqat hujjat masalasi emas, odamlar hayoti masalasi. 8-qadam, barcha murojaatlarni yozma qiling. Og'zaki gapning isboti qiyin. Ariza yozganda aniq yozing. Menga tegishli bo'lgan falon manzildagi ko'chmas mulk bo'yicha kadastr ma'lumotlarini taqdim etishingizni so'rayman. Mulkka qo'yilgan taqiq mavjud yoki mavjud emasligi haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Buzilish yoki davlat ehtiyoji uchun olinishi bo'yicha asos hujjatlarini taqdim etishingizni so'rayman. Har bir javobni saqlang. Keyinchalik nizo chiqsa, aynan shu yozishmalar sizni himoya qiladi. 9-qadam, hujjatlarning elektron nusxasini qiling. Telefoningizga emas, ishonchli joyga, fleshka, elektron pochta, bulutli xotira yoki yaqin qarindoshingizda saqlang. Pasport, kadastr, shartnoma, meros hujjati, qarorlar, sud hujjatlari skaner bo'lib tursin. Hujjat yo'qolsa, nusxalar ishni tezlashtiradi. 10-qadam, shubhali vaziyatda advokat yoki malakali yuristga boring. Ayniqsa sud, buzilish, garov, meros talashuvi, tilxat bilan olingan uy. Katta qarz yoki taqiq masalalarida qo'shnim shunday degandi bilan ish tutmang. Har bir holatning o'z huquqiy oqibati bor. 1 soatlik maslahat keyinchalik bir necha yillik suddan saqlab qolishi mumkin. Bugungi videoda men sizga eng asosiy narsani tushuntirdim. Hujjatlar joyida bo'lgan mulkni hech kim shunchaki tortib ola olmaydi. Lekin kadastri yo'q uy, tilxat bilan olingan mulk, rasmiylashtirilmagan meros, ipoteka qarzi, noqonuniy qurilish, garov sud qarori yoki davlat ehtiyoji uchun olinadigan hudud kabi holatlarda jiddiy xavf paydo bo'lishi mumkin. Vahima qilish kerak emas, lekin beparvo bo'lish undan ham xavfli. Men sizdan iltimos qilaman. Bugunoq uy hujjatlaringizni tekshiring. Ota-onangizning hovlisi nomi kimda ekanini aniqlang. Meros masalasi ochiq qolmaganiga ishonch hosil qiling. Qarz va garov holatini ko'ring. Agar biror noaniqlik topsangiz, uni ertaga qoldirmang. Sizning hududingizda ham uy-joy hujjatlari, buzilish, kadastr yoki kompensatsiya bo'yicha muammo bormi? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki o'z huquqini bilgan odamni aldash ham, qo'rqitish ham ancha qiyin.